Yo'q, ko'nakarga birga borib kelamizmi? Nima sizga turtki bo'ldiki siz bu yoqqa kelishingiz? Ijtimoiy tarmoqdan kuzatadiganlar aytadiki, bular oldiga yoki aqli yo'q odam boradi, yoki tushunmaydigan odam boradi, yoki narx-navodan xabari yo'q odam boradi deb o'ylaydi-da. Qo'y bilan qo'yi farqi yetmaydigan odamlar ko'pincha bunaqa xulosa chiqarishadi. Bo'lgan birinchi sababi boqqandan keyin chiroyli narsa boqishga qiziq. Qo'y boqib ko'rdim bir yil, oddiy qo'ylardan boqdim, keyin qo'chqar yaxshisini oldim, qora qo'chqarni oldim. Bollarni tushgan ko'rsat, odam xursand bo'ladi-da. Qo'y boqaman deydigan odam bor-ku, bahona topmas ekan bor-ku, va yem qimmat, boshqa boqish o'zi niyat bormi? Shartda boqiladi. Yo'q, конечно. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bu ajoyibini mana olib chiqishdi. Do'stobodga kuyov bo'lib ketyapti, xudo xolasa. Mana 65 kilo vazn ko'rsatdi. Bular biz o'sha 95 ming so'mdan 1 kilo 3 vaznni sotyapmiz. Ana. To'ylar muborak. Aytdi. Qoylan. Alloh barakasini bersin. Mana yaxshi ko'rdik. Joningiz sog' bo'lsin.